Sizlar bilan Broker Trade va hozirgi videomizda eMarkets akkauntni, ya'ni MT5 akkauntni MT5 platformasiga ulashni ko'rib chiqamiz. Bizda MT5 akkaunt mavjud va bir narsani eslatib o'taman, MT5 parolni olish uchun faqatgina eMarkets saytidan olasiz. Platformasidan parolni bermaydi. Bersangiz sal boshqaroq bo'ladi. Saytni opsiyada kommentariyada qoldiraman, bemalol kirib olishingiz mumkin. Telegram kanallarimizda ham bor. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi, mana bu yo'lga bosamiz va sozlama byurodan mening hisoblarim byuroga kirib olamiz. Bu yerda bizda o'zi bitta MT5 akkaunt ochilgan. Mana shu akkauntni ko'proq degan buyruqni bosib, parol olish degan buyruqni bosamiz. Va biz mana parolni berdi, nusxa qilib olamiz, chiqamiz va MT5 platformasiga kirib, qidiruv buyrug'iga eMarkets deb yozamiz. Bizda mana eMarkets serveri kelib chiqdi, ustiga bosamiz. Bu yerda demo yoki realligini tanlab olamiz va login qo'y demoqda. Bizda mana bu yerda 339 45 25 339 45 25 45 29 ekan va boyagi parolni qo'yamiz. Qo'yib qo'yish va login degan buyruqni bosamiz. Va ko'rib turibsiz, bizda akkaunt ulandi. MT5 real server va real akkaunt. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol ana shunday qilib ishlashingiz mumkin. Manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang.